Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. 2026-yil 13-yanvar holatiga yangi yuklarimiz kirib keldi. Avvalom firmani Strong navi, Agrabes firmani Griezmann, Klaus firmani Impressa gibrid tarz urug'lari, qovunlar bo'yicha ham yengilliklarimiz bor. Klaus firmani Mazayn, Mabella, o'sha yana yangi Holler firmani o'sha har xil qovun urug'lari bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasiz. Dakaralarimiz uje yangi pochkada, yangi anoda kelyapti uje. Yana yengiliklarimizdan uje teplishni uzun bodringlar bizani bu Vohas tomonlar juda yaxshi ko'radi. Rebel. Rekordimiz keldi. Istanbul. Eng ko'p so'ralayotgan hozir Karistan urug'imiz ham bizda bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kalta bodringlar tipida Top Seeds firmani Rocky F1 gibridi ham bor. Yana bitta narsa ko'pchilikda hozir so'rab o'tgan Suzanni uzun Novichok tipiga mansub Salano F1 gibridlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol Qo'yliq dehqon bozori 201-do'kon aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.